Yo, hammaga salom. Sizlar bilan yana o'sha Dilzod FX. To'g'ri, men anchadan beri video chiqarmayotgandim. Lekin bu o'zicha anavsi bor, sabablari bor. Chunki men o'qish yoki dangasalik emas, balkida men oxirgi paytda rosa band bo'lib qolyapman. To'g'ri, o'qishim bor. Lekin undanda anavroq ishlar borda. Shuning uchun haftasiga bir marta video chiqarsam ham bo'lardi. Yo'q, lekin men buni xohladimki, shunaqa videolar chiqara boshladim. Keyin sizlar nima deb o'ylaysizlar? Shunday ketganim yaxshimi yoki anavi boshqacha yo'nalishda olib boraymi? Buni kommentda yozib qoldilar. Agar yo'q, shunday ketavering desanglar, unaqasiga ham bo'ladi. Lekin bunaqa ketish bizga yoqmayapti desanglar, kompyuterim bor, kompyuterda olishga harakat qilaman. Bu endi sizlarni kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Sizlarni fikringlarga bog'liq. Kompyuterda olaymi yoki telefonda? Agar sizlarga shunaqa ketish yoqayotgan bo'lsa, telefonda olib qo'ya qolaman. Kompyuterda lekin sal qotishlar seziladi. To'g'ri, telefonda ham qotishlar bo'ladi, lekin harakat qilaman qotirmay olishga. Chunki meni kompyuterim sal slabeda. Lekin menga kompyuterda olish telefonga qaraganda yoqadi. Sizlarni anaviylar faqat o'zingizlarning fikringlar. Xo'sh, birinchi bob har doimgidek daraxt yig'amiz. O'zingizlardan nima gap? To'g'ri, men YouTube'da yangiman, shuning uchun like va podpiskani bosib qo'ysalaring juda ham xursand bo'lardim. Ovoz sal pastroqmi? Oho, tushirib qo'yibman-ku. Mana, endi normal. Bo'ldi. Ovozim boryapti degan umiddaman. To'g'ri, men YouTube'da yangiman, shuning uchun sal no'noqroq bo'lishi mumkin, lekin harakat qilaman. Hali kuchayib ketganimdan keyin ko'rasizlar. Hamma menga yozadi, nega seni kommentda unaqa bo'lolmaysan, bunaqa bo'lolmaysan deysa, qilmaysan deyishadi. Eshitmaysan ularning gapini deyishadi. Men ularning gapini eshitib nima? Odam har doim o'zini aytganini qilish kerak. Boshida men ham qo'rqqanman, YouTube kanal ochsam meni kim ham ko'rardi derdim. Lekin mana 20 ta obunachi yig'dik. Yaqinda 100 ta bo'lamiz. Sizlar podpishka qilib yuborsalaring bo'ldi. Daraxtni ham yig'ib oldik. To'g'ri, hozircha men telefonda olayotgan bo'lishim mumkin, lekin meni kompyuterim ham bor. Xohlasanglar kompyuterda olaman. Buni video boshidayoq aytib qo'ydim. Tuyaqush. To'g'ri, tekstura paklar kerak bo'lsa, men Telegram kanalimdan olishlar mumkin. Hamma tekstura paklarni o'sha yerga tashib qo'yaman. Telegram kanalim esa kommentariyada yoki video silkasida bo'ladi. Shader ham o'sha yerda bo'ladi. Lekin menga shader uncha yoqmadi. Sizlarga yoqdimi, yo'qmi, kommentariyada yozib qo'ying. Nima, shamolmi? Tekstur pakda shamol ham qo'shilgan ekan. Men qattiq ketib yuryapman o'zi. Gap bilan bo'lib qayerga ketayotganimni men bilmayapman. Bu sindrom emas ekan. Ozgincha qaytayotgan bo'lsa, aybga buyurmaysizlar. Telefonam slabida. Lekin shunga qaramasdan sizlarga video tayyorlayapman.
Baltaga kirkarni yasab oldik. Endi tosh qazishga borish kerak endi. Daraxt kam ko'rindi. Bekor qildim. Nima kerak? Voy. Kaktus ekan. O't deb o'ylab. Endi bizga bitta ana kerak. Qayoqda yuramiz? Nega bunaqa bo'lib ketdi? Nima bo'lyapti? Endi. Mal. Şunları oldu. İyi bitti bana. Koy balık. Çok da boğulum bitti. Ama böyle yaptı. Benim karnıma çarptı. Taş yığış kerak. Lekin tosh yig'ish uchun tosh yig'amiz deb 2 soat avval aytdim. Hozir mana ko'rnesi sen quvonib ko'rma. Shu tushaymi, tushmaymi? Ko'plar aytayapti, aka, ovoz chiqmayapti deb. O narsa men o'zim qilyapman uni. Videolarni ko'rsatib bilasizlar. Ovozim o'zim o'chirib qo'yapman. Chunki men uydagilarim norozida men qilishimga, YouTube kanal ochganimga. Shuning uchun ovozimchi bitta-ikkita videolarda bo'lmasligi mumkin. Lekin men hozir nargi uyimdaman. Shuning uchun ikkita uyim. Shuning uchun bu uyda video olyapman. Nargi uydagilar bilmaydi meni video olayotganimni. Agar bilib qolsa yomon bo'ladi. Shuning uchun harakat qilib sizlar uchun kontent olishga harakat qilyapman. Kontent yoqyaptimi yoki yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Обязательно obuna bo'lishingiz sizlardan chiqmasin. Chunki biz YouTube'da yangimizda. Nimasi chiqdi?
Jigaring bet. Endi toshli kirka bitta, keyin toshli tapor. Yo'q, toshli tapordan oldin mana buni soling pechka. Pechka solamiz, ovqatlarni pishira olamiz. Xo'sh, nima. Birinchi nimani pishiramiz? Yo'qotdir. Nima yoqib bo'lmaydi? Nahotki yoqib bo'lmaydi? Bunaqa narsalarni yoqib bo'lmaydi. Tekstur pak va shilo ekan. Taxtani yoqib bo'lmasa. Yo'lshamanda. Mana. Daraja tushib qoldi. Bitta pishdi. Nahotki pishirib bo'lmaydi bularni. Ana. Pishirib bo'lmayapti. Qaraqmi. Mana ularni pishirsa. Endi tashib ketadi. Ekib ketish kerak. Menga вообще bunaqa narsalar teravish. Bitta zo'rg'a ekan. Bularni hammasini anaga aylantirib, keyin bularni pishirsak nima bo'lar ekan? Kecham pishyapti. Bisili sheyderga o'xshaydi deyapsizlarmi? To'g'ri, bisili sheydermi o'zi? O'sha Telegram kanalda bor hamma. Mana shu ko'rib turganinglar. Menga bu teksturani bitta narsasi yoqdi. Yursam kallam liqillarkan. Zo'r ekan. Qatlantir olamiz. Endi boltaga bitta qaziysan. Tarokottami? Nahotki tarokotta chiqdi? Ana, shunday pasimizda tarokotta yotibdi ekan. Ana, chidaysan. To'xtaymi? Bolta yasadik. Navbatdan ko'chamiz. Uyqusi kattadir. Normal. Uning uchun biz qidiramiz endi. Oltin. Qanday baxt. Temir. Oltin. 3 ta oltin. O'lib qolmasam bo'ldi. Bo'lmadi. Kommentariyaga eng yaxshi ko'rgan anonlaringni ham yozishinglar mumkin. O'yin eng yaxshi ko'rgan. Masalan, men uchun
Anavi PUBG yoqadi. Eng yaxshi ko'rgan o'yinim PUBG. Lekin Minecraft bu ishim. PUBG esa hayotim. To'g'rimi? Sizlarni ham anavi yaxshi ko'rgan o'yininglar bo'lsa kerak. Temirni pishirib olgandan keyin temirlik kirka yasangiz. Keyin ana oltinlarni qozing. Sen bile yoksun işte. Yok qol. Yok qol. Qol. Вообще-то lekin oltin ko'p ekan bu qoldi. Bek ko'zim. Salamizdanmi? Daqib turib. Ne qo'rsak? Bitta o'q bilan ikkita bilan. Bullfight. Berakellaring. Birma-bir achag'ing chiqadi. Qanday chetirmi? Daraja. Bir 21 versiyada oltin topish muammo bo'lmay qoldi. Bosgan qadamingizda oltin topasiz. Bak ketdik. Berakı. Oyuncaklar harikayken yolda. O temel. Temel ko'proq yig'ish kerak. Chunki biz полностью full armor qilmoqchimiz. Qurishga bir normal joyni o'zi yo'q. Mana shu pastlikka uy quraveramiz. Juda yaxshi. Nechta bo'ldi o'zi oltin? 33 ta yo'qola bu.
yaxshi pishaversin. Yana bitta qilamiz-da. Bunisiga ko'ngilamiz qo'yamiz. Bo'ldi. Endi o'yinni davom et. Uxlash time. Ovqat yeyish time. Divanim qani meni? Oldu. Endi divan shu yerda turib turursin. Qaysi bo'lamiz? Endi armor. Endi esa o'yin davom etadi. Ana. Nechta tosh bo'ldi? 55 ta. Yetadi. Oh yeah. Ana. Boshdan oyoq armor.
Taklab kirishgan. Fake. Bir stagu 59 ta. Formasiyani ham bo'ldi. Deyarli. Adena stak olsak. Kirkam qani? Kirkam sindi. Kirkasi bilan. Kopa. Boom. Yee. Chicken jockey. O'sha kino ko'rdinglarmi? Minecraftni kinosi. Menga вообще yoqmadi. Lekin anavda hali u yaxshi anav qilinmagan. To'g'risi ham bitta kinoni bir 2 oyga qolmasdan bitirib qo'ydi-da. Unaqasi ketmaydi. Opa. At. Yine çıktım canım. Hayır. Arkasından zor çıkıyordu zaten. Qachon bu uxlaydi? Nimayli bugungacha tosh olamiz. Bunchalik ko'p tosh ketishini bilmagandim. Bitta uyga. Nimani ovoz edi? Nima bo'la bu? Horror ana karta qo'shmaganmi lekin. Voy, juda ham qo'rqinchli. Birinchi marta eshitishim hozir. Nimayli. Endi tosh qazish time. Shuncha tosh yetadi degan bittaman. Bir stak 52 ta. Shuni terish uchun ham asrlar vaqtim ketdi. Mana kirkam ahvolini ko'rishlar mumkin. Uzr, mana bu
tezlashtiraman deb uni o'chirib qo'yibman video. Uzr so'rayman. Mana deyarli hamma joyini bitirib oldim, просто bunday ko'tarib tomini yopsam bo'ldi. Kecham tushay deb qoldi. Ana taymingda video olayotganimda 1 soat bo'ldi, ana o'chadi avtomatik video. Shuning uchun uzr so'rayman. 1 soat bo'libdi-da o'sha video. Montaj qilganimcha 1,5 soatlik video bo'lib qoladi. Vash. Menimcha buguncha yetadi, chunki men vaqtim tugayapti-da o'sha. Bu birinchi qism edi. Keyingi qismlarda o'yinni полностью bitirib, yana mana bu bo'sh joylarga anoyim qo'shishimiz mumkin. Огород. Keyingi qism chiqishini xohlasanglar, shu videoning tagiga 10 ta like yig'ib berishinglarga to'g'ri keladi. Bo'pti. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Boom.